Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Ramazon oyini 19-kuni. Mana Nabaviy masjidlarida o'tiribmiz. Mana dasturxonlar solingan. Noz-ne'matlar qo'yilgan. Xudo xolasa bir yarim soatdan keyin o'tirib nonushta qilamiz. Shom namozini o'qiymiz. Bugun Xudo xolasa shu 1:30da tahajjud namozi o'qiladi. 10 rakat. Keyin uyga tarqaymiz. Soat 1:30, 2gacha, 2:30gacha bo'lar ekan. Mana hamma oz ochishga tayyor o'tirishdi. Mana bu akamiz Andijondan keldilar. Salom. Mana bu akamiz Namanganda. Lekin shu yerda yashillar. Ularning akalari, xudo ko'pchilik ta'ziyat kerak. Mana Abdi Bashaka. Sog' salomat bo'linglar. O'zinglar kelinglar, birga o'tirib iftorlik qilish nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.